Agar u 1 yil ichida 45 kilogramm vazn tashlasa, men unga $250 million beraman. Bu Majidning yangi uyi. Bu yerda uning shaxsiy sport zali, cheksiz sog'lom ovqat va 45 kilogramm vazn tashlash uchun kerak bo'lgan hamma narsasi bo'ladi. Bu aql bovar qilmas narsa. Lekin Majid bitta sharti bor. Agar 45 kilogramm vazn tashlamasdan oldin mana bu qizil chiziqni bosib o'tsang, musobaqa tugadi va kech dars ola olmaysan. Agar u rostdan ham 45 kilogramm vazn tashlasa, bu tarixdagi eng ajoyib o'zgarish bo'ladi. Bu yer 1 yilga meni uyim. Shunchaki aql bovar qilmaydi. Ko'ryapsizmi? Bu meni sport zalim. 250 ming. Mana shu maqsad. 45 kilo vazn tashlash uchun nima kerak bo'lsa, bu yerda hammasi bor. Bu biz o'tkazadigan eng uzoq musobaqa. Tarixdagi eng uzoq davom etadigan musobaqa bo'lishi mumkin. Men o'shanda hali bilmasdim. Lekin Majid bu videoda boshdan kechiradigan sarguzasht biz suratga olgan biron bir narsaga o'xshamasdi. Bu kanalimizdagi eng ta'sirli hikoyalardan biri bo'lib qoladi. Rostini aytsam, juda xursandman. Yana 364 kun bor. Ertaga ko'rishguncha do'stlar. Xayrli tong, 2-kun. Nonushtaga nima yeyman? Bilasizmi? Quymoq tayyorlasa bo'ladi. Yer yong'oqli sendvichlar va energetik ichimliklardan mana bunga o'tish. Nonushtamning birinchisi. Yaxshi, xo'sh. O'ylashimcha mashq qilishni boshlashim kerak. U endigina mashq qilishni boshladi, lekin allaqachon uxlab qolishga tayyor. Menimcha bu ish qanchalar qiyin bo'lishini tushunib yetdi. Shuning uchun unga murabbiy yolladik. Borib ularni tanishtiraman. Bu sening shaxsiy murabbiying Wall. Demak, ixcham yigitga aylanaman, a? Albatta. Qornimni qutilar ekanman-da. Majid nozim mushaklari bo'rtib chiqqan holda ko'rishni kutyapman. Ana! Videoning eng zo'r tomonlaridan biri shundaki, Majid hatto to'g'ri o'tirib turishni ham bilmaydi. Video oxirida esa u jangovar mashinaga aylanadi. Orqangni tomonlaringgacha tekkiz va yana yuqoriga Lekin ishtonimga ko'tar. bajarib qo'yishim mumkin. Ozganingdan keyin hayoting qanchalar o'zgaradi deb o'ylaysan? Baxtliroq bo'laman. Umrim uzayadi. Oilam, jiyanlarim bilan ko'proq vaqt o'tkazaman. Rostini aytsam, shu eng muhimi. Majidning fitness sayohati ajoyib va shiddatli boshlandi. U har kuni astoydil jon kuydirdi. 5, yaxshi. Lekin vaznini oyiga bir marta o'lchaganimiz uchun u o'zi qanchalik o'zgarganini bilmasdi. 45 kilo bu qiyin. Hozircha vazn tashladimmi yo'qmi bilmayman. Ammo murabbiy uni umrida birinchi marta sog'lom ovqatlanishga o'rgatayotgandi. Murabbiy bugun ovqat pishiryapti, grillda pishirishni o'rgatyapti. Mazali-a? Juda mazali. Murabbiyning tuzgan rejasi bo'yicha kuniga 18 ming qadamgacha yuryapsan. To'g'rimi? Ha. Haftasiga 5 kun zalda mashq qilib tosh ko'taryapsan. To'g'ri. Kuniga soatiga 2500 kaloriyali ovqat iste'mol qilyapsan. Ha, bu hayotni o'zgartiradi. Men sog'lom usulda ozmoqchiman. Mana shu yeyotgan narsalarim meni to'q tutyapti. Bu yangi va tuzalgan Majid. O'tmishdagi Majid emas. Birinchi oyning har kuni Majid uyg'ongan zahoti vaznni yo'qotish uchun bor kuchini sarfladi. Sog'lom taomlar pishirish va yeyishdan tortib, murabbiy u uchun ishlab chiqqan har bir mashqni bajarishgacha. Rostini aytsam, buni kuzatish ajoyib edi. Maqsadi bor odam harakat qiladi. Bugungi ishing ajoyib. Katta rahmat. Sen bilan juda faxrlanaman. Majidning ozish sayohati boshlanganiga rasman 30 kun bo'ldi. U qancha vazn yo'qotganini hali bilmaydi. Ketdik bilib olamiz. 1 oy bo'ldi. Olg'a! Ha! Qalaysan og'ayni? Yo xudoyim, o'terlabdi. Aynan shuni ko'rishni xohlagandim. Ha! Demak, u astoydil ishlayapti. Bu yerda 1 oy shug'ullanding. Endi esa birinchi oy. Taroziga chiqadigan vaqt keldi. Biz buni har oy qilamiz, toki sen 45 kilogramm vazn tashlamaguningcha. Majid, tayyor bo'lganingda taroziga chiq va qancha vazn yo'qotganingni hammamizga ko'rsat. Qani! Bu videoni boshlaganingda sening vazning 147 kilogramm edi. Hozir esa bo'lishi mumkin emas. Majid, Yo'q. sen 9 kilogramm vazn tashlading. Aql bovar qilmaydi. Kilo! Senga gap yo'q, og'ayni, Olg'a, tabriklayman. Majid, bu videoda yo'qotishing kerak bo'lgan umumiy vaznning 20%. Taroziga chiqish bugungi rejamdagi yagona narsa emasdi. Nimani rejalashtirgansan yana? Har oy biz senga mukofot jamg'armasiga pul qo'shishing mumkin bo'lgan musobaqalarda taqdim etamiz. Birinchi kuni biz seni sinab ko'rdik va sen отжимание qilishga uncha ustamas eding. Shunday qilib, birinchi musobaqang 60-kuni, ikkinchi oylik tarozidan so'ng har bir bajargan отжимание uchun mukofot jamg'armasiga $1000 dan qo'shib beraman. Agar 100 ta отжимание qilsang, senga $100,000 qo'shib beraman. Juda ko'p-ku, lekin shunga arziydi. Xullas, keyingi tarozida ko'rishguncha. Xayr, Jimmy. Rahmat. Keyingi 30 kun ichida Majiddan nimalarni kutsak bo'ladi? Vaqt o'tishi bilan biz uni kaloriyalarini kamaytiramiz, faolligini oshiramiz va kardioni kuchaytiramiz.